Agar siz yangi biznesga qadam qo'ygan bo'lsangiz yoki bo'lmasam endi biznesni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumotlarni albatta bilishingiz kerak. Hozir sizlarga biznesga kerak bo'ladigan muhim ma'lumotlarni sanab o'tib ketaman. Biznesdagi marketing bo'limi. Bu bo'limning asosiy vazifasi sizning xizmatlaringiz va tovarlaringizni aholiga reklama qiladi, ularni tanishtiradi va unga bo'lgan ishonchni uyg'otish uchun xizmat qiladi. Lekin marketingga ketadigan xarajatlar va uni rentabelligini hisobga olmasangiz, bu bo'lim faqatgina sizning pulingizni yeydi xolos. HR, ya'ni kadrlar bilan ishlash bo'limi. Bu bo'lim sizning kompaniyangizni zo'r xodimlar bilan to'ldiradi. Ularning oyliklari, bonuslari va KPI tizimi moliyaviy rejasiz ishlamaydi. Savdo bo'limi. Bu bo'lim biznesingizga pul olib keladi. Lekin u sotilgan mahsulot yoki xizmat turlaridan foyda qoladimi yoki yo'qmi, buni faqat moliya bo'limi hisoblab beradi. Marketing, HR va savdo bu biznesni harakatga keltiradi xolos. Moliya esa biznesni boshqaradi. Agar siz moliyani bilmasangiz, keladigan pul va ketadigan xarajatni aniq bilmaysiz va eng katta xatoga yo'l qo'yasiz. Marketing, savdo va HR biznesning 3 ta o'qi bo'lsa, moliya esa ularni birlashtiradigan yagona markaz hisoblanadi. Agar siz ham moliyangizni to'g'ri boshqarmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring va men direkt orqali sizga javob beraman.